Said ibn Zayd degan zotga bir Arvo degan ayol qo'shnisi da'vogarlik qildi. Hovlisidan. Hovli talash bo'libdi, yer talash. Yer talash bo'lib, haligi ayol husumatchilikni 1000% ga chiqarib, bu odamning yerini meniki deb da'vo qilib turib qoldi. Janjal ko'tarildi, har xil odamlar aralashgan. Haligi ayol shu batarilik qilib, baqir-chaqir qilib turyapti. Shunda Said ibn Zayd rahmatullohi alayhi aytibdilarki, ey birodarlar, shu ayolni qo'yinglar. Qo'yinglar, shu nima desa shu bo'lsin. Men Rasul Akram alayhisolatu vasallamdan eshitganman. Kim nohaqdan birovni bir qarich yerini oladigan bo'lsa, qiyomat kuni unga 7 qavat yerni hammasi bo'yniga tavqilanat bo'ladi deganlar. Shuni eshitganman, men bundan talashmayman. Allohim, agar shu ayol yolg'onchi bo'lsa, ko'zini ko'r qilgin, qabrini hovlisida qilgin. Allohu akbar dedilar. Bir muddat o'tdi deydi roviy. Men o'sha Arvo ismli xotinni ko'rdim, devorlarni ushab, tentirab yurgan ekan, dovdirab. Ko'r bo'lib qopti deydi. Devorlarni ushab mana qilib yo'lini topolmay yuribdi-yu. Men Said ibn Zaydni duoyi badiga uchraganman deb yuribdi, og'zida gapiryapti deydi. Bu haqiqatni ko'rdim deydi. Keyin eshitsam deydi, bir kuni hovlisida yurib ketayotib, hovlisidagi quduqqa tushib ketibdi. Quduqqa ololmasdan o'sha yerga ko'mishib qo'yibdi deydi. Mana yolg'onning oqibati. Bir qarich yer olgandir, 2 qarich yer olgandir, yolg'on gapirib oldi. Birovning mulkini oldi. Shuning uchun haligi pokiza zotni Alloh taolo duosini qabul qildi. U ko'r bo'ldi va quduqqa tushib o'lib, qabri o'zining qudug'i o'ziga qabr bo'ldi. Ya'ni chiqarib bir yuvib tarab ko'mish olmadi.